Eldor promokodidan foydalanamiz. So'm bonus va 5 million. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga qanday qilib AdinXpert to'liq o'rnatishni va boshqalarni qanday qilib o'rnatishni to'liq ko'rsatib beraman. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun Telegramga go777 pastki chiziqcha apk, ya'ni ilova degani, va pastki chiziqcha bot desalar, shu botga bosamiz. Mana start tugmasini bosamiz va bu yerda ko'rib turibsizlar, skachat apkni bosamiz. Bizga hammasini chiqarib beradi. Bu yerda eng haligi ommabop mashhurlari. Bu yerda ko'rib turibsizlar, mana bu AdinXpert skachat bosasizlar. Bo'ldi, iPhone uchun bo'lsa iPhone ni bosasizlar, bu tayyor sizlarga bor. Endi men ustanovka qilib bo'lganman. Endi ilovaga o'tamiz. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Biz registratsiyaga bosamiz va registratsiyada bu yerda 4 ta punkt turadi. Adin-klik turadi, po telefon, po email, sotseti turadi. Xo'p, biz ro'yxatdan o'tish uchun birinchi navbatda email yoki telefon. Agar siz oldingi marta ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizga maslahatim Adin-klikda bosing. Agar oldin ro'yxatdan o'tmasdan hozir turgan bo'lsangiz, po telefon yoki po emailni bossanglar bo'ladi. Endi ko'pchilik bu po mail, ya'ni email bo'yicha tushunmaydi yoki telefonga SMS kelmaydi. Hozirda telefonga SMS kelish uchun WhatsApp ila bo'lish kerak, shunda SMS keladi. Oddiy holatda SMS kelmayapti do'stlar. Shuning uchun biz Adin-klikda bosamiz va bu yerda ko'rinib turibdiki, hammasi tayyor. Faqat biz bu yerda siz o'zingizga kerakli valyutani tanlashingiz uchun, agar Rossiyada bo'lsangiz rubl yoki boshqa valyutalarni tanlasanglar bo'ladi. Xo'p, biz o'zimizga USDT dollarni tanlaymiz. Xo'p, bu yerda 18 yoshga to'lganimizni so'rayapti, tasdiqlaymiz haqiqatdan. Va bu yerda promokod, ya'ni Eldor Shomurodovni podдержка qilish uchun Eldor promokodidan foydalanamiz. Xo'p, endi bu promokod nima beradi bizga? AdinXpert tomonidan bizga Eldor Shomurodovni podдержка qilish uchun bizga 20 million so'mgacha kazino uchun, 5 million so'mgacha sport uchun bizga bonus beradi va har bilan qanday qilib strategiya qilish hammasini ko'rsatib boraman. Xo'p, bosamiz. Xo'p, biz robot emasligimizni tasdiqlashimiz kerak. Bu yerda so'rayapti avtobus. Do'stlar, mana robotdan nima qildik. Endi buni albatta skrinshot qilib olib qo'yishimiz kerak. Sababi keyin kerak bo'ladi. Skrinshot yo'q. Dalil tugmasini bosamiz. Xo'p do'stlar, ro'yxatdan o'tib oldik. Endi qiladigan ishimiz mana bu yerda oldimizda 4 ta bitta savolga javob berib ketaman. Tilni qanday qilib, agar rus tiliga qiynalsangiz, telefoningiz o'zbek tilida bo'lsa, o'zbek tilida ko'rinadi. Hozir bu yerda biz rus tili bo'lganligi uchun telefonimiz rus tilida ko'rinib turibdi. Bu yerda populyar, ya'ni ommabop nimalar bor bu yerda. Xo'p, sizlarga agar hech kim tanishmagan bo'lsa, tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda игровой zona deyapti va futbol sport o'yinlari, ya'ni ommabop sport, live degani hozir bo'layotgan. Mana bu yerda kategoriyalari bor o'zini. O'sha kategoriyalar bo'yicha o'ynasanglar bo'ladi, yangi o'yinlar va boshqa hokazo. Izbirniga albatta izbirniga olib qo'ysanglar, mana yulduzchani izbirnida qolib ketadi. Misol uchun menga mana shu o'yin kerakligi uchun izbirniga o'tsam, albatta bu o'yin mana izbirniga paydo bo'ladi. Xo'p, istoriyada biz qilgan stavkalarimizni ko'ramiz va menyuga o'tamiz. Menyuda bu yerda ko'rib turganingizdek top, sport, kazino, game va razniy. Razniyda bu yerda biz nimalarni ko'ramiz? Bu yerda xo'p, bu yerda управление счет, ya'ni pul tushumlari, promolar, xo'p, yana boshqa promokodlar va boshqa narsalarni ko'rsa bo'ladi. Ularni keyingi darsimizda tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, keyingi maqsadimiz mana bu yerda burchada ko'rib turibsizlar, kulchda rasm turibdi. Shu yerga bosamiz va bu yerdan profilga bosamiz yana. Xo'p, заполнить данные deyapti, ya'ni ma'lumotlaringizni to'ldiring deyapti. Xo'p, biz birinchi navbatda ma'lumotlarni to'ldirib chiqishimiz kerak. Albatta bu pasportdagi ma'lumotlarga asoslanadi. Xo'p, ketdik. Familiya. Ism. Xo'p, o'tishda shart emas. Tug'ilgan kuninglar tanlash uchun birinchi marta burchada 2007 ga bossanglar, albatta yil chiqadi. Bu yerda yilliklarni tanlaysizlar va bu yerda qaysi oyda tug'ilgan bo'lsangiz shuni tanlashinglar kerak. Xo'p, biz tanladik. Meslar ko'rib turibsizlar, muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik va bu yerda yana davom etamiz. Xo'p, bu yerda asosiy kiritadigan nimalar? Bu yerda email hisoblanadi. Emailda albatta привязка qilishinglar kerak. Xo'p, sizlarga men emailda привязка qilishinglar uchun albatta pochtalarga o'tishinglar kerak. Hammada bo'ladi. Gmail, ya'ni Gmail yoziladi. Shunga kirasizlar. Shunga kirganinglarda albatta shu pochta manzili bo'ladi. Shu pochta degani elektron pochta, ya'ni shu elektron pochtalar ochilgan bo'ladi telefon olganinglarda. Xo'p, menikida Shuhratov Abbos deb 05 kuchukcha gmail, ya'ni gmail.com. Shu pochta manzilini biz yozamiz. gmail.com. Mana shu pochtalarga to'g'ri kirgizasizlar va sizlarga albatta bonus kafolatlanadi. Xo'p. Telefoningizda nomeringlarni albatta WhatsApp bilan ulab olinglar. Do'stlar, mana bizning telefonimizga, ya'ni mening pochtamga ko'rasizlar, xabar kod jo'natildi. Endi pochtaga o'tamiz. Albatta pochtalarni yo'qotmanglar. Agar pochtalarni yo'qotadigan bo'lsanglar, keyin qiynalib qolasizlar. Pul yetishda boshqada muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta shu pochta orqali hal qilasizlar.
Xo'p, mana ko'rib turganingizdek pochta keldi. Mana shu tasdiqlash kodi. Ko'chiramiz va saqlaymiz. Ko'rib turganingizdek. Mana ko'rib turibsizlar. Telefonni ham albatta qo'shishinglar kerak. Telefonni yozamiz. Telefonimizni ham yozib olamiz. Hop, telefonimizni ham yozib oldik. Do'stlar, mana xo'p, hamma yoqda qilib oldik. Endi hisobimizni to'ldirishga kelyapti, albatta. Vaqt video cho'zilib ketayotganligi uchun men sizlarga qisqaroq qilyapman. Xo'p, hisobni to'ldiramiz. Hisobni to'ldirish uchun albatta bizga viza kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, hozirda bizda humolar yo'q. Negadir Mastercard bor ekan. Xo'p, do'stlar, sizlarga shu yerda hozir layihani ko'rsataman. Xo'p, bosamiz добавить счет. Va o'zbek so'zini tanlaymiz, chunki bizda viza yo'q ekan, dollar yo'q. Shuning uchun endi UZSga o'tkazib olamiz. Okey. Do'stlar, nimaga shot qo'shishni ko'rsatdim? Bular keyinchalik sizlarga kerak bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda ikkita dollar va so'mga qo'shdim. Sababi bu yerda so'mga qo'shsam, so'm yana nima qiladi? Demoqchi bo'lganim, bu yerda UzCardlar ko'rinmayapti. Mana ko'rib turganingizdek, Humo ochilibdi. Mana Humo bor ekan. Humo orqali biz xo'p to'ldiramiz. 5 million so'm to'ldiramiz albatta. Ko'rib turibsizlar, 5 million to'ldiramiz albatta. Bonusni olishda qanday qilib ko'rsataman. Bosdik. Karta nomerini yozamiz. Do'stlar, mana hop, orqa qaytishimiz mumkin. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek 5 million so'm bonus va 5 million so'm hisobimizda turibdi. Qanday savolinglar bo'lsa, Telegramda yozib qoldiringlar. Hammasiga javob beramiz. Like va podpiska qilishni esdan chiqarmanglar.